Mashinani benzini ham qolmadi, cho'ntagida 1 so'm pul ham qolmadi. Miya 3% ishlayapti, 5% ishlatib ko'raychi, nima bo'lar ekan? Sening mashinangizdanchi qanaqadir yomon hid kelyapti-da, motoridanmi, benzin asosdanmi? Yo'q, rostdan. Rostdan. Kapotni oching, ko'rib beraman. Madinani endi. Sening bu menimcha benzindan yaxshiroq benzin qo'yishingiz kerak. Men o'zim qo'yib beraman benziningizni. Yo'q, qanday bo'lar ekan? Kerak emas. Zo'r bo'ladi. Kartangizni bering. Kodi nechi? 4-1. Bo'ldi. Olib boring kolonkaga o'zim qo'yib beraman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men bu turgan Sparkga ham, man mashinaga ham pulni bak qo'yib boring. Kodi nechi ekan? 4-1. Xo'p, sening? Mana. Rahmat, yaxshimsiz, bor ekansiz. Hech chiqsi yo'q. SMS keldimi? Aka, 2 barobar ko'p pul yechilibdi mendan. Nimaga unaqa? Hozir kelgan bola xo'jayinizmidi? O'sha ikkita mashinaga polni bak dedi-ku. Nima? Uzr, sening qaytaraman albatta. Rahmat.